Assalomu alaykum hammaga. Biz navbatdagi ishimizni boshlab oldik. Xudo xolasa biza Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniyda Navoiy O'fey degan yerdamiz. Bu yerda hamma o'zlarimiz bilan keldik. Podgul uchatib, yoqib, qizdirib, tekshirib topshiramiz xudo xolasa. Azonda gap ish boshladik. Hozir xudo xolasa bir 40% ishini yakunladik. Obratgalarni tortib olib, batareyalarni qoqib, hammasini podachilardan başlab koyduk xudo xolasa. Bu uyumuzda общий 8 yere batareya qo'yiladi. 10 tochka bo'ladi. Oniylari bir bu batareyasi, bunda oxirgi tochkasi zali ve bunda yana bir spalnisi. Podachidan boshlab qo'ydik. Görüp kuzatib boraverasizlar. Xudo xolasa ertangi uyni ichini ponni bo'lamiz. Bu gün xudo xolasa bitgan videosini ham chiqaramiz. Like'larni bosib, kommentariylarni yozib, kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Rahmat hammaga.